Boysun bahori. Boysun kelganmiz, bilasizlar. Hozir mana kichkina suratga oladigan ishlar jarayon mana milliy folklor vakillari, musiqa ansambli. Ana eng qadimiy sibirga soqib bo'lgan shoshqal buni. Voydod! Shunaqa ishlar hozircha. Bu yerdan yurib Sherobod tomonga yo'l olamiz. Sherobodni biladiganlar bilishadi. Sherobodda o'sha legendarniy mantalari. Chotki. Boysun tog'lari. Keldik, mana bu buloq suv bor ekan, yonar ekan u suv. Shunday yoqsa yonar ekan u suv. Ko'p joyda narsa noyob. Jamoat yo'da Ashdani. O fotosession. Safarimiz davom etadi. Yo'lda yana to'xtadik. Ozgina fotosessiya video. Qo'lan orasidan yo'l bor ekan. Shu yo'l shunaqasi kelgan. Sevichga lekin haqiqatdan zo'r ekan. Yo'l davomida chaqib yo'miz yo'lda. Mana yo'ldan chiqdik, tog'lar orasidan chiqib endi mana Sayrob degan joyga keldik. Bu yerda chinorlar bor. Bir 5 yil, 6 yil oldin kelganman bu yoqqa men. Chinorning ichini o'yib, eshiklar qo'yib, yashaydigan joy xonadon qilib olishgan. To'g'riroq oldin qilingan. Şöyle şu opalar, xolalar ishlashadi. Keskan osh, qaynagan tuxum, mana narsalar zavtrak, obed qilsa bo'ladi bu yerda. Atmosfera zo'r, mazza. Tabiiy, hamma narsa tabiiy. Mazza qilib bularni baliki nimadan ovqatingiz oti nima edi? Keskan osh. Keskan osh yeb ketinglar, bo'lmasa tamom qilganda emas. Ana bir joyda hozir borib baliqlarni boqamiz. Bu baliqlar haqida отдельный rivoyat bor. Keling mana bu yoqqa Hozir kelamiz. Endi biz Sheroboddamiz. Five Standard markazi. Keldik mana. Sherobod. Manta ham bo'lsa zo'r bo'lardi. Sherobodda mantisini ko'pchilik biladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz? Yo'qmi, ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi kelyapsiz. Kayfiyatlar. Oynami? Buni ketar bo'lmoqchi. Endi Navoiyga borishimiz kerak Ha. Ishlayapsiz. Navoiyga kelyapsiz. Yo'l oldi, nasib yo'llar ochiq bo'ladi. Jandagi qaldi. Böyle uyda edi buni. Ha. Sherobodda Five Standard go'shtidan kelgan At-Termiziy ziyoratgohiga keldik. Bolalar kirib ketishdi, video material olgani, montaj, video, rasmlar. Abu Iso At-Termiziy maqbarasi. Bu aka masjidda Likkimolini anulari dillar moyxonalari bor ekan o'kani. Telefon qiluvdilar, men aytdim biz shunaqa Sheroboddamiz desam, bo'ldi deb bittadan o'qib keldilar. Surxondaryodan yo'lga tushib, Qashqadaryodan o'tib
Samarqand katta qo'rg'onga keldik. Ibrohim, kalla pishdimi? Ibrohim. Ibrohim. Elbrusda mana hamma joy Erbolda hamma joy qotdi. Katta qo'rg'ondan yurdik. Yaxshi keldik. Xatirchiga keldik, Xatirchiga keldik, kutib olishdi chiroyli. Mana sohil bo'yi degan nabirishga paxodi bu. Bolalar ketdi syomkaga. Navoiy viloyatiga kirdik biz, Navoiydamiz. Hozir Langar shaharchasiga borib, u yoqlarni aylanib, suvlarni bo'yini ko'rsatib, tog'larga olib chiqishar ekan. Mashinalar kir bo'lib ketdi. Mashinani yuvish kerak. Ana Dirshidaka. Mana Dirshidaka. Yana safarimiz davom etib, mana tog'lik zonaga chiqdik. Perivallarni mana shu tog'larning tepasidan yurib, mana pastga yana bu tarafiga tushdik. Shunda bir tog'da oshib o'tdik hozir. Sardor akam kelib qo'shildilar bizga. Sardor aka Amerikaga safarga sheriklar, brat. Oxirigacha boramiz. Bular dakansa, bular borib Amerikani ham qo'shib aylantirtiradilar bular. Oxirigacha aylanamiz. Mana suvlar, mana sharshara. Eshiting. To'xtang, bunday qilamiz. Qarang, qarang. 1 minut ushlasangiz $100. 1 minut ushlasangiz $100. Ha. Ha. 1 minut, ha. $100. Ana $100 uchun ko'ramiz. İçine kirib ishlagan bo'ladi. Qoch ketyapti ular. Oson emas, balolar hayot uchun kurash. Hozir Vazdushni shar bor ekan, o'shanga ko'tarilar ekanmiz. Voy, mana bu uylarni. Zo'r. Ha, ushadilar. Mana 100. Choq 100 ana. Mana $100 bor. 1 minutda balonni tushiradilar. Gap yo'q. Davay. 1 minutda ushlasa $100. 1 minutda $100 berasiz. Beraman. Soati chiqaradi. Soati. Qara, soati halaq qiladi. Qara. Ibrohim shiydi endi. 1 2 3 ket. Ayla 1 minutda balushi bersan, Abdurahmon akam $100 beraman deyaptilar. Ha. Hozir jinnilikdan Biroq mamlaq qo'y. Hozir. Boka boshini. Ala! Bering $100 Gap yo'q. Biz Xatirchida qo'yib yuboring, bo'ldi bu. Choy ichgani chiqdik. Ana. Qo'ylar. Yuribdi maza qilib, ham tashvish yo'q. O'sha pastlikdan sekin tepaga chiqib tepalikdamiz. Ko'z qorindan qaranglar. Bir qator bo'lib o'sib chiqibdi-da. Mana bizning shahar. Hozir shu shaharga minamiz. Shaharga chiqdik. Tepagacha ko'tardilar, brat. Keyin ozgina turib yana tushdik pastga. Sardor akalar tushdi o'sha. Tepaga ko'p chiqa olmadik. Sizlar chiqqan paytinglar shamol kelib qoldi-da. Shamol olib ketib qoldi. Fonda videoga olasizlarmi? Ibrohim, qochib turdingmi? Lekin Abdurahmon aka tepaga chiqib ko'rdi. yo'lga chiqib olganlar. Ajoyib bo'lar ekan-ku, lekin Dilshod aka bizani bu yoqdalar. videolarda ko'rardik-ku, balanga chiqib ketadi. Erbol, Jahongir, Elbek hamma bu yoqda. Agrentenasi bor ekan. Zo'r. Lekin Davronga siz vashi balanga chiqdingiz-a? Bratga sirli gaplarni gapirdim. Nima dedim, bilasan? Bosing, bizdan oldin chiqqanlar ichib yonsin, sen bratam, shunaqasidan qo'yib bos. Gap yo'q, lekin bormi? Shaharda uchib, ovqatlanib, tepaga chiqdik, yana davom etdi yo'limiz. Voh, Jinni joy ekan. jinni vashi. Hop bizni Wow. Vashi.
Ketdi. Qani? O'shaga qayta nima qilasiz? Shveysariya, Italiya, Fransiya. Mana siz Shveysariya. Nurotga yetib keldik. Navoiy, Nurota. Ana milliy folklor vakillari. Zo'r. Nur ota qalasi. Shu joyda bo'lgan ekan. Hozir bu yerda shunaqa turistik markaz qurilgan. O, tepalik bor ekan. O, tepalikka chiqishar ekan, qiziqishar. O'sha Troya filmida ham qala ichkariga o't kirgandan keyin ichkaridan zabt etilgan. Va ko'plab qalani Eronda, Isfaxonda, Abdul bobomiz bo'lganda bir nechta suv qalaga kirgan. O'shanda askarlar aytganki, keling, qalani suvini zaharli emas, o'shanda ichkarini olamiz deganda, Amir Temur bobomiz yo'q. Shunaqangi g'araz ishni qilmaymiz, aholini zaharlab o'ldirmaymiz degan. Lekin jangi jadaldan o'sha quduqlardan g'avvoslar kirib ichkari kirib kimlar o'ldirishgan, qalani olishgan demoqchi. Nurotada esa boshqacha bo'lgan sistema. Nurotada suvi tashqariga kirmagan. Gapirsa eshitmay qoldik. Nima chiqib boraman aka? Cho'lga keldik, cho'lga. Navoiyning cho'lidamiz. Cho'l Bu yerda hozir safari bo'ladi, tuyolarda aylanamiz. yotamiz bugun, yurtalarda yotamiz. Bu tualet ekan-ku, nima ekan deb videoga olib yotdim o'zimcha. Kelarisiga boraylik. Quyosh batareyalari ana. Aydarko'l. Aydarko'l narigi tomonda edi, Jizzax. Jizzax dedi, ha. Bu tomoniga keldik. Bu burchaga keldik. Cho'ldamiz. Hali ham boyagi joyda. Kechqurun mana mahalliy folklor. %90% odamlar chet elliklar bu yerda. Yo'lga tushdik. Sekin Aydarko'l bo'yiga boramiz yoki yana bitta lokatsiya variant tashashdi yoki o'sha yoqqa. Mana shu ovullar Haqiqiy cho'lga keldik. Lekin zo'r joy ekan bor. Faqat qorong'ida kelib qo'ydik. Kunduzi ko'rish kerak bu joylarni. Keldik esa.
marketingi zo'r ishlayotgan ekan. Mana shu joylar, shu turistlar kelib, bular kelib 3-4 kun bo'ldi. Bular ham chet ellik mana. Tez almashar ekan. Keladi, 2 kun qoladi bo'ldi. Chunki ko'rdik ichkarida oziq-ovqatlar, shvedskiy stol hammasi. Ya'ni butun dunyodan, Ruminiyadan, Germaniyadan, har xil mamlakatlardan keladi. Bu yerda Aydarko'lni oldidamiz. Biz hozir boradigan joyimizda kelib tushar ekan, cho'milar ekan, yotib qolar ekan. Zo'r sharoitlar qilib berilgan ekan. Bu yerga bular 2 kechaga shunaqa kelar ekanda, tuyalarda yurar ekan. Mana ko'rasiz, milliy cholg'on kabilarda eshitib o'tirib turgan